Xo'sh, qolgan joydan davom ettiramiz. Hop, demak integral hisoblashni ikkinchi ish usuli Newton Lewis formulasini yaratib yozadigan bo'lsa, integral A'dan B'gacha fx dx teng ekan. Demak, bu fx funksiyasi boshlang'ich funksiya bo'lsa, bunaqa vertikal siqiladi. Agar yozar A, bu yozar B. Yani teng bo'lar ekan. Yuqori chegarasidan bu chegarasini qo'yib funksiyani aylantirib qiymatini topamiz. Newton kirichalyapman. Leibniz formulasi quyidagi Xo'sh, demak, gap nima qilyapti? Boshlang'ich fx funksiyani topishda qolyapti. Demak, shuni topish masalasi o'sha integral hisoblashning asosiy masalasidan biri hisoblanadi. Topish kerak ekan. Yuqoridagi misollardan mana integral A'dan B'gacha edi. Xo'sh, x masalan x integralni tizmasini nimaga chizaylik? Buna bir integralni topish masalasini qo'yadigan bo'lsak, bu hozir bu deganimiz nima? Birinchidan biz A, B nima B'ga borishimiz kerak. Masalan, bizda bo'lsin, keling, bizda aniq yo'lga tushishni nima qilamiz? Aniq hisoblashimiz uchun uni oldin hisoblaymiz. Mana demak, A teng bo'lsin ga B teng bo'lsin masalan mana shu holatda, ya'ni demak, mana bu o'shanda mana bu y barobar x chizilib qaysi? Demak, bu to'g'ri chiziladi. Mana bu kalkulyator boshqa fizik tursa, bilasizmi? Demak, bu analiz bo'ladi. Shunisi ko'ryapsizlar? Demak, ana shu trapetsiyani yuzasini topishimiz kerak. Trapetsiyani yuzasini topishimiz kerak. Hop, buni demak, nima qilib yozayotganmiz? Demak, integral 2dan ko'pgacha x dx bo'ladi. Demak, birinchidan x funksiyasiga boshlang'ich funksiya topamiz, to'g'rimi? Nimaga teng edi? Eslaymiz, demak, buni ataydi x dx bo'lsa, bu boshlang'ich funksiyasi daraja ko'rsatkichga ko'payib, demak, b bo'ladi. Demak, x kvadrat taqsim qilib
kvadrat tamsi theta fx. Xo'sh. Z katsini 2dan 4ga chiqadi. Demak, yuqori chegarasi qo'yildi. Demak, 4 kvadrat tamsi 2 minus 2 kvadrat tamsi theta. Hop, bu teng bu 16 bo'ladi. Bu 4 theta. 6 kvadrat birlik ekan. 6 kvadrat birlik ekan. Mana shu güzel. Güzel tatlı. Demek yukarıdaki hozir topishimiz uchun yozib yoki masalan buni geometriyada ish bilan topadigan bo'lsak, geometriya ish bilan topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Mana bu katta uchburchak, to'g'rimi? Mana katta uchburchak yuzasini topamiz. Demak, 4 ga 3 bo'ladi. Mana bu 3 kerak, 4 ga 3. Demak, S katta uchburchakni yuzasi mana buni 4ni ko'paytiramiz, 3ga bo'lamiz kerak. To'g'rimi? Katlarni ko'paytirib bo'lamiz. 4 ko'paytirilgan 3 bo'lingan 2 6 bo'ladimi? 6. Endi bundan ayiramiz. Mana bu. Bundan o'tish kerak, mana bundan o'tish kerak. Buning ishini to'g'ri chizamiz. To'g'ri chizishni bo'lsa, to'g'ri chizishni ko'rmaydi, o'shanda ko'rmaydi nimasi? Ko'rmagan. Degansa, demak bu endi bu to'rtga emas, to'rtga 4 ekan, 4 bo'lish kerak. Buni to'g'ri o'tgan. 4 bo'ladi. Xo'sh, bu 4 bo'ladi. 4ga 4. Bu ham 4, bu ham 4. 16 bu 3 va 8 bo'ladi. 8 ga teng ekan, katta uchburchak. Kichkinasi demak, bu 2 bu ham 2 demak, S kichigi, S kichik uchburchak bu 2 ga 2 to'g'ri, 2 ko'paytirilgan 2 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, mana bu katta uchburchak yuzasidan chiqartirsak, mana bu trapezning yuzasidan qaraymiz, kelib chiqadi. Demak, nima bo'lar ekan? S bo'lar ekan 8 minus 2 barobar 6 ni chiqardi. Demak, bu integralni hisoblash juda qulay oson ekan. Demak, biz uchburchakning yuzasini topyapmiz. Demak, mana buni yo'talgan bo'lsak, demak, rabitaligimiz formulasi bo'ldi. Mana qolganida mana shunday sizlardan bittasi bu. Va umuman barcha integralni hisoblash mana shu rabitaligimiz formulasiga keladi. Bo'laklar integrallashda ham masalan bo'laklarda va o'sha bo'laklash davrida ham biz formuladan foydalanish bo'laklar integrallashni o'tgan darsimizda o'tgan edik. Formulasi mana bo'ladi. Mana integral bu degan mana bu bo'laklar integrallash formulasi. Mana shu bilan foydalanamiz. Demak, u ko'paytirilgan b so'ragan tushuntiradimi? Bo'laklar integrallash formulasi bo'ladi. Böyle misal oluşmuş gibi. Ağzını sorarız. Tak. Buradayım. Sorularımız böyle bir araştırma. Bana şunu integral x ko'paytirilgan bajarishni x integral bo'lsin birdan y songacha bo'lsin. Y soni bilasizlar, bu y soni 270 bir aqlni bir sana. Demak,
Ana shu integralni demak biz albatta bo'laklarni tayyorlashimiz kerak. Buning uchun e, u barobar logaritm x deymiz. Buni x albatta u barobar logaritm x desak, e, bu integral formulani yozib formulamiz foydali. Integral bo'yicha integral adan bgacha bo'lsa, u v butun ekan, u ko'paytirilgan v o'sha yerda adan bgacha minus v ko'paytirilgan v ekan. Mana shu demak, bittasini u deymiz, mana buni u desak, demak x dxni demak dv dv demak x ko'paytirilgan x deb bo'ladi. Endi u bilan u topilgan vni topishimiz uchun mana buni integrallaymiz. Integrallasak bu v teng bo'lar nimaga? X kvadrat taqsim v teng bo'lar ekan. Bu yerda dni topishimiz kerak. Mana bu dni topishimiz kerak. Nima teng bo'ladi? dv teng bo'lar ekan. Taqsim x x teng bo'lar ekan. Barobar endi yozamiz. Ana formulaga asosan u ko'paytirilgan v. Mana u ko'paytirilgan v. Demak x kvadrat taqsim 2 logaritm x birdan ygacha minus formulamiz v dv integral chegarasi birdan ygacha v dv degan mana x kvadrat taqsim y dv nima teng bo'ladi? Bu taqsim x ga teng bo'ladi. Dx bo'ladi. Barobar. Demak, integralimiz formulasidan toplaymiz. Chegaralarni qo'ysak, birinchi yuqori chegarasi qo'yiladi. Y kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Logaritm y bo'ladi. Minus 1 qo'ysak, demak 1 taqsim 2 logaritm 1 minus formulaymiz. Bu yerda ana bularni x ketadi. 1 taqsim 2 integral 1 dan y gacha x qoladi. X ni x ekan. Barobar. Va endi bu y logaritm y 1 ga teng. Y bu 1 ga teng. Mana bu yerda y kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Mana bu yerda ham logaritm 1 bu 0 ga teng. 0 bo'ladi. Buni olamiz minus. Xo'sh, demak bu x kvadrat taqsim 2 demak minus x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Mana bu taqsim qilib chegaralarni qo'yamiz. 1 buni qo'yamiz. Xo'sh, bu teng bo'ldi. Y kvadrat taqsim 2 qo'ysak, yozamiz minus y ni qo'ysak, y kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Minus ana bu minusdan plus 1 bo'ladi. Plus bo'ladi sonra plus bir taqsim bo'ladi. 4 bo'ladi. Demak, bu nima bu y kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Y kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Y kvadrat taqsim 4 minus bu plus bir taqsim 4 bo'ladi. Taxriban hisoblashimiz mumkin. Taxriban hisoblasak y kvadrat taqsim buni hisoblash kerak bo'ladi. Hisoblaymiz. Так. Тут кусурала мандала. Nasıl? Kvadratı mı? Kvadratı. Bölemiz. Dörtgen. Doğru mu? Koşağımız. Ortası. Dörtgen. İki tane saklayacağım. Tahmini. İki bütün yıl saklayacağım. Tamam mı? Demek arkadaşlar hesaplaştınız. Mümkün dikkat. Demek bu bölekler integrallar.
Xo'sh, o'zgaruvchini almashtirish usuli. Bu usul. Nima qilamiz? Shuni tugatamiz. Alanga, hajima, azra. Stavstamiz vaziri. Hojiyeva, sen yo'qsizmi? Merhaba, assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum, yaxshimisiz domla? Shu yerdaman. Starosta edingiz siz, ne? Ha, darsda edim. Yo'q, starostamisiz? Yo'q, starsda emasman. Po'latov Aziz starsda. Ogohlantirish berib qo'ydilar deb qo'ying. Men keyin raport yozib beraman. Qachon men dars tugadi desam, keyin bemalol nima qilmasligimiz mumkin-da. Dars tugadi deganim yo'q, hamma eshitdi. Yana dedim kiringlar dedim, choy poy ichinglar, kiringlar dedim, tushuntirmayapti. Men buni nima qo'ymayman, yozib beraman. Hop. Aytib qo'ying. Hop, ana shu almashtirish usulini aytamiz, shu bilan tugatamiz. Menimcha shu o'quvchilar eshitmay qoldimi nimada qaytib kiramiz degan nimangizni. O'shanga kirishmadimi nima bo'lmasa doim kirishadi. Doim kirardik biz, to'g'rimi? Doim ikki marta Ko'pincha kiradi. To'g'ri. Keyin Bilmasam. darslar Ha, 3-soat darsimiz bor. bormi? Kimlar nima? Rus tili, Rus tili. adashmasam. Ha. Mana rus tili ham yaxshi, lekin matematika shunday nollar-ku. Matematika-ku. O'zimiz bilasizlar, lekin men ana o'zgaruvchini almashtirish usulida mana bunaqa qilamiz. Demak, yangi o'zgarish kiritiladi. Undan keyin uni misol bilan tushuntiray. Xo'sh, mana o'zgarishni almashtirish usuli integral berilgan. A dan B gacha fx dx berilgan. Xo'sh, mana shu yerda o'zgaruvchi almashtirishni bajarishimiz kerak. Ya'ni yangi o'zgaruvchi kiritishimiz kerak. Mana bunday qilamiz. X barobar qanaqadir phi t funksiya yoki t barobar qanaqadir f f emas, endi c x yoki mana bunday yoki bunday. Ko'pincha mana bunday qilinadi-da. Undan keyin yangi o'zgaruvchiga o'tiladi. Endi joyga qarab, masalan, buni almashtirish mumkin. Hop. Masalan, birinchi usulni olaylik. Mana integral a dan bgacha fx dx teng ekan. Demak, almashtirishlar mana bunaqa vertikal chiziqni ichida bajarishni o'rgatamiz kerak. Demak, x barobar phi t deb belgilaymiz. Mana endi yangi o'zgarishga o'tishimiz kerak. Ya'ni qayerda x bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Qo'yib chiqishimiz kerak. X o'rniga phi t. Dx o'rniga, yana dx nimaga teng edi? Mana phi shtrix nima? T nima bilan teng? T. Xo'p, endi yana bitta yozib qo'yaman. Mana bu yangi o'zgarishlardagi chegaralar. Eski o'zgarishlar chegaralar. Yangi o'zgarishga o'tishimiz kerak. Ya'ni t bo'yicha chegarani aniqlab olishimiz uchun x o'rniga birinchi a deymiz. X barobar a desak, a teng bo'lyapti nimaga? Qanaqadir phi degan, to'g'ri? Ana x o'rniga a qo'ydik. Bundan demak nima kelib chiqadi? T qanaqadir son kelib chiqadi, masalan, alfa deymiz. O'sha demak b barobar tak phi t. Bundan demak qanaqadir bitta son kelib chiqadi. To'g'rimi? Endi biz yangi o'zgarishga o'tsak, t o'zgarishga o'tsak, nima bo'ladi? Integral alfadan nuqtagacha bo'ladi. Mana bu yerda bo'ladi f x o'rniga qo'yamiz mana buni i p x o'rniga qo'yamiz mana buni i shtrix nima bo'ladi? d t. Ana demak bu ana endi mana bu integralning qiymati oson hisoblanadigan mana bu integralning qiymatiga o'tdi. Misol yordamida tushuntiramiz. Bironta misol olaylik. Misollar bo'lish kerak. Mana masalan böyle tasarlarını acayip bir şey gören böyle oluyor.
Özür. 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 Yalnız. Hazır. Hiçbir şey mi söylüyorum? Ha, şimdi ala kalayı kazanmışım. Başka bir şey söyleyebilir ha, şunu alamaz. Şunu. İşin tekrarını toplaşmak istiyorum. Sorularına mesela bunu üzeri araçta işlem hesaplayın. İşlem hesaplayın. Bunu da seçtiğim hesaplayabilirdi. Buna mesela ana sıçrayacağım. İntegral neden bu seçeceğim. X x yönetimi 4 minus x. Burada bir de şey ana sıçrayacağım. X beraber değil mi? 2 kosinüs t dediğim. X bölü kısmı için nakletler çünkü bir de bizden çıkardı. Bunu trigonometrik fonksiyonlardan kullanmışsınız. Hop. Demek dx'in de kaybet x'in tapı belgilediği x'in tapı belgilediği bu yazarız. Demek bir dx'in burayı questions yazarız. Sinüs diyelim ki sinüs. Sinüs diyelim ki. Cevabını az etmemiz. Şuradan kaçayım şimdi. Demek dx beraber bu 2 kosinüs t dt bölürken. İkisinden hoşlanmasın aldık. Hop. Şimdi çevrelerini koyalım. Çevrelerini. Bu x bölüler birinci 133 koyalım. 133. 133 olsa demek 2 sinüs bölü t bölü. Bundan ten tapabileceğim mesela. Bundan ten tapsak sinüs t beraber 143 taksın 2 bölü. Bundan t bölürken bir taksın 2 bölü. 60 gradus'ta bir taksın çekelim. Bir taksın çekelim. T bir benzini. İkincisi demek 0 2 sinüs t. Ha? 0 koyarız da. Bunu sinüs t beraber 0 çıkartıp t 2 böyle. Hani indirme böyle de var. İntegral nime de böyle. Demek 0'dan bir taksın 3 geçebilir tamam. Bir taksın 3. Bir taksın 3 geçer demek. Hani x olarak yazana. 2 sinüs t neydi? Beten yapar mıyız? Sinüs t. X'den koyduk. Beten örnek koyalım. 2 kosinüs t dt. Doğru mu? Ve mahraj eleman. 4 minus 4 minus kvadrat t. Doğru. Ara bak ana. Yani çegara paylaşıldı. Bak t'ye yani özgür çıktı. Şimdi ana bu izaslı ifadenin özelliği mesela bu 2'nin 4 Total 1 minus sinüs kvadrat t beraber bundan 2 çıkardı. Bundan bu kosinüs kvadrat olursa bundan kosinüs t bölü tamam. Demek iki kosinüs t getirirken biz aslında ifade anlamı. Demek ne böyle integral oradan
bittasi 3gacha. Bular dars beryapti-da, dars yapadi. 2 sinus t, 2 kosinus t, bu yerda mahrajda bo'ladi. Ana 2 kosinus t ekan. Kosinus t. Nima bilan qisqaradi? Nima bo'ladi bu yerda? B t. Nima qoldi bizda? Barobar. Ko'taramiz. Barobar. Boshqa rang bo'lsa. Ana demak, endi nima qoldi bizda? Integral noldan p taqsim 3gacha 2 sinus va t beta qoldi. Integral mana shu yerda qoldi. Demak, buni 2 ni chiqaramiz. Bu integralni nimaga teng? Integrali minus nimaga? Kosinus t-ga teng, to'g'rimi? Kosinus t boshlang'ich funksiyasi. Noldan taqsim 3gacha. Barobar. Endi barobar deymiz. Cos 2 ko'paytirilgan. Mana bu kosinus p taqsim 3 dan nimaga teng edi? Minus ishorani chiqarsak ham bo'ladi. Kosinus p taqsim 3 dan nimaga teng? Kosinus 60 bir taqsim 2 nima? 1 taqsim 2. Kosinus 0dan 1 ga teng, minus 1. Xo'sh, demak bunday bo'ladi. Buni ayirsak demak minus 1 taqsim 2. 2 minus bilan minus bo'lar ekan, 1 taqsim 2. Mana bu integralning qiymati demak javobi nima deymiz? Ana shunaqa qilib biz hisoblaymiz Newtonning formulasi yordamida. Mana shunday hisoblanadi. Topshiriqlarni bajaringlar. Savollar bo'lsa beringlar. Savolingiz bormi? Hajiyeva? Tabii ustoz. Savolingiz bormi? Yo'q Savolingiz ustoz, bormi? tushunarli bo'ldi. O'sha Tushunarli bo'ldi ustoz. yaxshi. O'sha topshiriqlarni bajarib tashlanglar, xo'pmi? Xo'p. Hali sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi dam oling ustoz.